Tezkor xabar. Dam olish kunlari O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir, qor yog'ishi prognoz qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bilib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston hududiga shanba va yakshanba kunlari nam havo massalarining yangi qismi kirib keladi. Bu haqida O'zgidromet matbuot xizmati xabar berdi. Prognozlarga ko'ra payshanba kuni yog'ib o'tgan yog'ingarchilikdan so'ng juma kuni kunduzi O'zbekiston hududi bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati 0,5 daraja iliqdan janubda, 6-9 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari respublika bo'yicha vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechalari 0,5 daraja sovuq, kunduzi kunlari 0,5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda tuman tushadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. Kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli 19-22 dekabr kunlari respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda.